Menga qara, sen bitta bolani siqilib o'tiribsanmi? O'zi ketib to'g'ri qilgansan, bunaqa bola abyuzer bo'ladi. Ko'zingni kattaroq och. Chiroyli qiz bo'lsang. Xo'p, nima qildingsan unda? Menga qara. Men hozir bitta akamni chaqirib qo'yganman. Juda ham yaxshi inson, yaxshi joyda ishlaydi. Seni anonimga o'xshab Instagramga kirma, Telegramga kirma, uni qilma, buni qilma deydigan inson emas. Sen jinnimisan? Men qanaqa qilib tanmagan odamim bilan gaplashaman? Menga qara, sen bitta gaplashib ko'r. Senda nima ketdi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Meni ismim Sabina. Lekin jonim o'zing baribir o'jar sendan. Mayli menda, mayli senda, xato bo'lsa bo'lar ekanda. Lekin jonim o'zing baribir qaysar sendan. Turibsan, soatga qaradingmi? Vohmaq, men dugonlarim bilan ko'chada edim. Instagramga video qo'yma degandi. Nima bu ahvol? Instagram, Telegram, qayerga borishim, qanaqa kiyinishim bu meni shaxsiy chegaralarim. Siz chegarani bosib o'tasiz. Men erkin yashamoqchiman. Ay yo'q, erkin yashamoqchiman degan. Mashina kaltini ber. Xayolim joyida massa qildim osdim. Telefonni ham. Filayu fitnalarga yuragimdan joy berdim. Hali oldimga o'zing yalinib kelasan. Boy berdim. Nimalar yo'qotdim, nimalarni topdim. Orzularim yo'lini birin-ketin yopdim. Balki bu sinovmi yoki taqdir peshona. Meni ado qilmasaydi shu kichkina xona. Qaytadimi hayot